O'zbekiston Milliy meteorologiya instituti absolyut va ortiqcha bosim laboratoriyasi bosh mutaxassisi Bobur Usmonovman. Ushbu laboratoriyamizda absolyut va ortiqcha bosim o'lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash ishlarini amalga oshiradi. Hozirgi kunda laboratoriyamiz ikki qismga ajratilgan, ya'ni pnevmatik va gidravlik. Pnevmatik kalibratorlarni yoki bosim o'lchash vositalari asosan kislorodniy bo'lishi mumkin, azot, gaz, shu holatdagi o'lchash vositalari alohida azot yordamida kalibrlashlar amalga oshiriladi. Agarda gidravlik bosimni o'lchash vositalari bo'ladigan bo'lsa, alohida xonamiz bor, ya'ni ushbu laboratoriyada moy yordamida kalibrlashlar amalga oshiriladi. Laboratoriyamizdagi asosiy jihoz, ya'ni etalonlar bu yuk po'rshili manometr hisoblanadi. Fluke kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va dunyodagi eng yuqori etalonlardan biri hisoblanadi. Absolyut va ortiqcha bosim laboratoriyasining imkoniyatlari 7 kilopaskaldan 7 megapaskalgacha absolyut bosimda ishlaydi. Bundan tashqari ortiqcha bosim pnevmatikada 7 kilopaskaldan 50 megapaskal tashkil qiladi. Qolaversa, moyda, gidravlikada ishlaydigan kalibratorlar uchun bu 7 kilopaskaldan 5000 bargacha tashkil qiladi. Hozirgi ayni paytda filiallarimizning kalibratorlarini kalibrlash ishlari amalga oshirilyapti. Ya'ni ko'rib turibsizki, kalibratorimiz RPM4 yordamida MS2 kalibratorni kaliblashlari amalga oshirilyapti.